Tövəndə diqqətinizə New York vaxtı gazetinin Stone yazğıçısı David Brooks'ның 7 ayının 31 günü yazған obzorchi maqolasi 21 asrdagi xalqliq masala nomliq obzorchi maqolasini tarjima qilib diqqətinizə sunaman. 21 asrdagi xalqliq masala David Brooks 20 asrda jamiyatimizdagi xalqliq da'talash hökumətinin kölümü haqqında bolğan edi. Solçular hökumətdən paylanıb təngsizlikni tügütüşkə, iqtisadi bexatarlik torini qurub çıxışqa uringan bolsa, o'ngchilar bajni kemaytirish hamda iqtisodni oshirib, ijtimoiy jo'shqinlikni barpo qilishga urinishgan edi. Aniqki, o davr oxirlashdi. Donald Trump kichik, ya'ni ixcham hökumət konservatizmini buzib tashlagan cho'ng hökumətga mayil cho'lpandir. O davlat hokimiyatidan foydalanib, xalqaro savdoning yurishish yo'linishini o'zgartiradigan savdo a'lochiligi asosidagi tamojni beji siyosatini qo'llanyapti. O sanoat siyosatini qo'llanib, iqtisodda o'qituvchilar bilan o'ttiruvchilarni tanlayapti. O muhim universitetlarni inchkilik bilan, ya'ni mikroluq boshqarish uchun hokimiyatning kuchini ishlatyapti. Onun davlat mudofaa ministrligi texi yaqindala $400 million pul xarjlab, xususiy igidorchiligidagi nadir tuproq elementlari shirkatining pay hasdori bo'ldi. Donald Trump Amerika po'lat sanoatining oltin ochqichiga erishib, prezidentning xususiy shirkatning tijoriy qaror beradigan almasdak kesadigan huquq ham ega bo'ldi. Buningdan taxminan 45 yil ilgari Ronald Reagan tunji qatim vazifaga o'ltirish murosimida qilgan so'zida navbatdagi krizda hukumat bizning masalalarimizni hal qilguvchi emas, balki masalalarimizning o'zi degan edi. Lekin o gaplar hozir xuddi muz davrida aytilgandek tuyulmoqda. Navbatda bizning ko'rayotganimiz huquqni markazlashtirish hamda markaziy hukumatning to'xtovsiz yo'sinda hamma sohaga oralashib bilan mengayotgan hukumatdir. Jumhuriyatchilar qandaqsiga shuncha tez holda, shuncha uzoq bilingan bu nuqtaga kelib qoldi. 20 asrdagi hukumatning roli haqidagi talash tortish ayni chaqda kishilar umuman aytganda Amerika tuzumining sog'lomligiga ishonishgan vaqt yuz bergan edi. Jamiyat muqim, shaxsiylar asosliq siyosiy reallik sifatida qaralgan bo'lib, hukumat qandaq shaklda ularni qo'llaganda, ya'ni bu yerda bajni kemaytib, u yerda yangi bir ijtimoiy programmani yo'l qo'yganda, bu puhralar ko'tarilib, gul nalaydi degan masala muhim edi. Lekin hozir nurg'un kishilar Amerikani palach bo'lib qoldi deb qaraydi. Yaqinda elib berilgan Al Royni sinashda xalqning hukumat muassasalariga bo'lgan ishonchi tarixdagi eng tuvan nuqtaga tushib qolgan. Ipsosning yaqinda elib bo'lgan Al Royni sinashida Amerikaliklarning 3-ikkisi jamiyatimiz majruh holga tushib qoldi degan qarashga qo'shilganligini bildirgan. Xuddi David Frum Atlantic Journal'da ko'rsatib o'tgandek, 1983 yil bilan 2007 yilning oralig'ida Amerikada ishlarning yurishidan qanoat hosil qilganlarning nisbati har doim 50% dan yuqori bo'lib, eng yuqori bo'lgan chig'ida 70% dan oshgan. Holbuki 2007 yil bilan 2022 yilning oralig'ida bu nisbat 25% ga tushib qolgan. Amerikada ijtimoiy tartibning buzilishi dal mushundaq holatni keltirib chiqardi. Fransuz tasavvufchisi Simone Weil barliq ehtiyojning ichida birinchi o'rinda turdig'ini tartib deb yozgan edi. U ijtimoiy tartibning bizning bir-birimizga bo'lgan burchimiz asosida, ya'ni bir-birimiz bilan bo'lgan ishonchli munosabat o'rnatishimiz asosida tiklanganligini ta'kidlagan edi. Boshqacha qilib aytganda, barliq insonlarning o'z hayotlarining to'mirini o'zi so'qalaydigan bexatar bo'lgan muhit o'sib yetilishga ehtiyoji bor.
ijtimoiy tartib, turaqlıq oila, bexatar ham izchil mahalla, qaynoq jamoat ham puhraviy hayot. Tayanğılı bo'ladigan qonun nizom hamda mahalla ko'yning sog'lom bo'lgan jamoat qurib chiqarishda hammaga o'rtaq bo'lgan qimmat qarashning bo'lishi va axloqiy haqiqatning mavjudligi bo'lgan ishonch qatorliqlardan tarkib topadi. Agar siz ijtimoiy tartibning zodi nima ekanligiga qiziqsangiz, men sizga Russell Kirkning 1974-yilda nashr qilgan Amerika tartibining yildizi nomli kitobini o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. Bu kitobda Kirk muayyan qimmat qarashlar, amaliyotlar va muassasalarning asrlardan beri qanday paydo bo'lib, asta-asta Amerikadagi ijtimoiy tartibning asosini shakllantirganligini ko'rsatib beradi. Kirk ijtimoiy tartibning muhimligini, uning aksini, ya'ni qarshisida turadigan ahvolni tasavvur qilganda eng yaxshi shaklda to'nib yetkili bo'ladi deb mundaq yozgan. Tartibsiz mavjudlik qaymoqqan ham ichinishlik mavjudlikdir. Agar bir jamiyat umumyuzlik tartibsizlikka cho'kkanida, uning ko'plagan a'zolari mavjud bo'lib tura olmaydi. Agar bir jamiyatning a'zolari ruhiyatda tartibsiz bo'lsa, davlatning tashqi tartibi bu xil tartibsizlikka bardoshlik bera olmaydi. Milyonlagan Amerikalılar bizning aşı nuqtaga tushib qolganimizga ishonishadi. Ular oilalarning parchalanib ketishayotganliklarini yoki yangi oilalarning qurilmayotganliklarini, mahalla hayotining xaroblashib, ibodat so'rinlarining qurilib qilishayotganliklarini, do'stlarning zaharlik chekimli xumorligi tufaylidan o'lib ketishayotganliklarini, shahar markazlarining bo'sh qilayotganliklarini, yuqori qatlamning ijtimoiyligi qo'yiqlashayotgani bilan axloqdan yiroqlashib ketishayotganliklarini ko'rib turibdi. Biz axloqni xususlashtirib olganimiz uchun o'rtaq qimmat qarashlarimizdan ayrilib qoldik. Yuqori ma'lumotlar hamda ba'zi muassasalar bargan sir sol qanotga aylanib, boshqa Amerikaliklarga nisbatan go'yo bir ishg'oliyatchi armiyadak dushmaniy ta'sir beradigan bo'lib ketdi. İctimai tartib sağlam bo'lganida hech kim uning diqqat qilmaydi. U buzilganda kishilarning barliq o'y xiyoli shunga band bo'ladi. İctimai tartib relsdan chiqqan aman ixcham hukumat va konservatizmning ahamiyati qolmaydi. Sizning jamiyatingiz bo'linganda siz nimishqa ixcham hukumatning hech nima qilmasligini xohlaysizki? Agar siz yashayotgan jamiyatingiz axloqiy qaymoqish va puhraviy qalayimqanchilik cho'kkanda, siz nimishqa ya uni, ya buni, ya bajning kemaytilishini yoki biror hukumat programmasining o'z kuchini ko'rsatishini xohlaysizki? Men kichik sommadagi zoyimlarning yerismaniman. Lekin yaqinda tamomlangan yuqori sifatli tadqiqot ota-onasi uda 4 yil har oyda $333 yordam pulga erishgan bolalar ota-onasi hech qanday yordamga erishmagan bolalarga qaraganda hech qanday qutuqqa erisha olmagan. Agar bir bolaning ijtimoiy tartibi buzilganda hukumatning yordam puli kerak kelmaydi. Negizini aytganda jamiyatni saxta, adolatsiz ham qalayimqon deb his qilgan kishilar umumiy xalqchilik iddiasiga moyil bo'ladi. Bu xil iddia cho'ng hukumat va ixcham hukumat talash tartish kategoriyasini kesib o'tib ketgan ijtimoiy yig'imdir. Ular ijtimoiy masalalarda bakli konservativ hamda bekinmichi, ko'chmanlar masalasida yerlik millatchi, lekin boylikni qayta taqsimlash masalasida bakla taraqqiyparvar keladi. Misol uchun olsak, 1930-yillardagi Townsend plani eng cho'ng ijtimoiy harakat bo'lib, butun mamlakat miqyosida uning 1000 dan ortiq klubi bo'lganligi so'zlanadi. Uning ba'zi qo'llovchilari shu chaqdagi yangi siyosatga qarshi chiqqan ular yig'ilishlarda sigaretlar, ya'ni chekimliklar, lavsuruqlar, ommaviy so'rinlardagi qiz-yigitlarning yaqinchilik qilishlari va shaharliklarning axloqsizlashganligini doim qattiq ayblashgan. Lekin yana mushuk kishilar shu vaqtda o'ttirib qo'yilgan yangi ijtimoiy sug'urta tizimini yaratishmagan. Ular hukumatning yashaganlarga ko'proq yordam puli berishni kuchli darajada tashabbus qilishgan. Men yaqinda John Olsopning New Yorklik jurnaldagi yozmasidan misarkist degan so'zni o'rganib oldim. Misarkist hukumatga va uni idora qiladigan kishilarga dushmaniy qaraydigan, lekin jamiyatda tartib va an'anaviy axloqni o'rnatish uchun
hökumətinin gücünü işlətishni yanmaydigan rəhbərini göstərdi. Müsarkistlar hər daim qo'lidagi huquqni o'zining xususiy mulki deb ko'radigan bo'lib, o'zlari dushman deb qaragan kishilarni yo'qotishda qo'lidagi huquqni ishlatishidi. Donald Trump dal mana shu müsarkistlarning alohidasidir. U hokimiyatning kuchini markazlashtirish orqali boshqaruvchilar qatlamining peyiga tushdi. Chunki u va uning agashuvchilari, hukumat xizmatchilari, universitet boshqaruvchilari, jurnalistlar va hatto olimlardan tarkib topgan bu qatlam kishilarini Amerika xoinlik qildi, ijtimoiy tartibni buzdi deb qaraydi. O'rinbosar prezident J.D. Vance'ning so'zi bilan aytganda, hokimiyatning kuchini qo'llanishdan maqsad zamonaviy hukmron sinfni og'dirib tashlash uchundir. Trump hatto bir qitim qudrat qilib o'zining qilayotganligini qisos elish deb atadi. Lekin Trumpning millionlagan agashuvchilari bularni o'zlari uchun ijtimoiy tartibni asliga keltiradigan yaxshi fursat deb qaraydi. 21-asrdagi markaziy talash tortish hamda hukumatning ko'lami haqida emas, balki kimning ijtimoiy tartibni kuchaytira oladiganligida. Bu raqobatda jumhuriyatchilarning chempionlari bor bo'lib, demokratlar bu jihatda bakla orqada qoldi. Jumhuriyatchilar yangi sharoitlarni tezlik bilan anqirib yetgan. Chunki konservativlar tabiiy holda siyosatning madaniyatdan kelganligini tunib yetgan. Xususlarning tanlashi muhim bo'lishidan ilgari siyosiydan xoli birovning oilasiga, ilohga, davlatiga hamda jamoatiga bo'lgan muqaddas bog'lanishning intayin muhimligini konservativ jumhuriyatchilar intayin yaxshi tushunishib yetishgan. Xuddi Edmund Burke ta'kidlagandek, kishilarning ish harakatlari, yurish-turishlari va axloqining qonundan muhim ekanligini tunib yetishgan. İctimai tartib asosliq ijtimoiy reallikdir. Ilg'orlash davri boshlangandan buyon demokratlar jamiyatni hukumat siyosatining aynigida ko'rib kelgan bo'lib, jamiyatning tegidan tutib turadigan ijtimoiy to'qilmaning siyosiydan xoli narsalar ekanligini unutib qilishgan. Demokratlar asosan teknokratlar bo'lib, ijtimoiy fanga va siyosiy g'aroyiblarga tayinib kelganligi uchun kundalik hayotimizdagi miqdorlashtirg'ili bo'lmaydigan, ammo muhim bo'lgan xalqlarni ko'ra olmaydigan tafakkurga odatlanib qolishgan. Demokratlar sarxillardan tarkib topgan boshqaruvchilar qatlamining partiyasi bo'lib, demokratlar ko'p sonliqni egallaydigan shaharlarda yashaydigan bizga o'xshash boy ham yuqori ma'lumotli kishilar uchun ko'z oldimizda yuz berayotgan ijtimoiy tartibning buzilayotganligi sababli hol ahvoli yaxshi emas kishilardan kelayotgan odam bearam qildigan yerginich, g'azab va yiroqlashishni tushunish haqiqatan tas. Mana demokratlarning qanday qilib ishlarni qayta qo'lga olish haqidagi necha o'nlagan al rayni sinashdoqlarni o'qib chiqdim. Ularning har biri, ya'ni yoki undaq yoki mundaq siyosatni qo'llanishga tashabbus qilishgan bo'lib, bir-biridan nachar ham ichinishliq. Bu kishilar go'yo ular 20-asrda yashayotgandek tafakkur ham harakat qiladi va hatto yana o'zlari yangi bir siyosat yurgizsa, hamma ishlar yaxshiga qarab mangdi deb o'ylashadi. Lekin ular demokratlar duch kelayotgan xalqchilik moda bo'layotgan davrda boshqaruvchi sarxillardan tarkib topgan bu partiya qanday qilib iqimga moslashdi degandan iborat yadroliq masalaga yuzlanishni xohlamaydi. Demokratlar uchun fursat har doimgidek Donald Trumpning o'ttirib qo'ygan masalalarni hal qilishga urinmasligidek paketdan keldi. Trump faqat masalalarni hal qilishning usulining taqlidini xuddi teatr o'yinida ko'rsatib qo'ydi xolos. Agar demokratlar ijtimoiy va axloqiy tartibni qanday qilib asliga keltirish haqida unumli tadbir bilan maydonga tusha olsa, u holda oldimizdagi yillar ularga kulib beqishi mumkin.